Bahrom aka, sizga qimmatga o'tganini aytdingiz, lekin sal balandroq so'rayapsiz aka. Necha pulga qo'yamiz? Aka 31 bo'lsa berib yuboraylik. Aka 29 dan baland lekin bu mahallaga. Tez sotasiz, zato sotasiz aka. Tez sotiladimi aka? Xudo xolasa, hammasi Xudodan, lekin mana shu narxga ko'taradi deb o'ylayman. 207 sotu. Podvollari ham bor. Mana g'ishtlarni qaranglar, qanaqa baqvat g'ishtlardan qilingan ekan. Tayyor uchastka edi bu. Yarim tayyor holatda edi. 110 mingga qo'yuvdik. Hozir bannerlarni olib tashlashibdi, demak sotilibdi. Hozir mana yerimizni fasadlari 10 metr bo'ladi. 207 sotu. Orqa hovli bor. Uchastka boshlangan, lekin oxiriga yetmagan. 29 mingga baraka qilib yuborsanglar bo'ladi. Joyini tushuntiraman. Madaniyat sentrida bu joy. Uch qahramonlar shunday kirib kelganda Guliston masjididan sal o'tgandan keyin shunday kirganda joylashgan. Suv kirgan bu joyimizga, gaz bilan svet, mana mahallani boshiga kelgan, ko'chani boshidan olib kirib olsanglar bo'ldi. Bu yoq taraflari ham mana davom ettirib qo'ysanglar bo'lar ekan qurilishni. Yer hisobida berib yuborishadi. Videoga bitta like bosib qo'ysanglar, sizlarga shunaqa narxiga mos bo'lgan uchastka kvartira yerlarni qo'yishda davom etaman.